Idris alayhissalom Shis alayhissalomning nabiralaridan bo'lib, to'fondan oldingi davrda yashagan. U zotga 30 sahifalik kitob berilgan. U kishining Tavrotda kelgan ismi Ahnuh bo'lib, ko'p kitob o'qigani uchun Qur'oni Karimda Idris deb eslangan. Odam va Shis alayhissalomlardan keyin odamlar moddiy va ma'naviy jihatdan buzilib ketishadi. Shunday bir paytda Idris alayhissalom Qobilning avlodlaridan bo'lgan, yomonlik va gunoh ishlardan ham qaytmaydigan bir qavmga payg'ambar qilib yuboriladi. Idris alayhissalom ularga Allohga itoat qilish lozimligini sabr bilan tushuntiradi. Insonlarni butlarga sig'inish, shaytonga ergashib, Qobil qilgan xatoni takrorlab qo'yishdan qaytaradi. O'ziga ergashgan oz sonli jamoa bilan zalolatga ketganlarga qarshi kurashadi va ularni taslim etib, ko'pini asir oladi. Vahiy farishtasi Jabroil alayhissalom Idris alayhissalomning oldilariga 4 marta tushib, Allohning buyruqlari va qaytariqlarini yetkazadi. Idris alayhissalom qavmiga o'zidan keyin keladigan payg'ambarlar Nuh to'foni va Muhammad alayhissalom haqida xabar beradi. Ammo qavmdagilarning ko'pchiligi u kishining so'zlariga ishonishmaydi. Shunda Idris alayhissalom o'ziga ishongan kishilar bilan Bobildan Misrga ko'chadi. 72 tilda gaplasha oladigan Idris alayhissalom borgan joylarida odamlarni dinga da'vat qiladi. Bizgacha kelgan ma'lumotlarda u zot qurol aslaha yasashni, shaharsozlik va boshqaruv ilmini ham yaxshi bilgani, 100 ga yaqin shahar qurgani aytiladi. Idris alayhissalom matematika, tibbiyot, astronomiya ilmini ham yaxshi bilgani ma'lum. Alloh taolo u kishiga osmon jismlari, sanalar va hisob ilmini bildirgan. Ummatiga qalam bilan yozuv yozishni, igna bilan tikishni o'rgatgan Idris alayhissalomga bu narsalarni Alloh o'rgatgan. U kishi yer yuzini 4 qismga ajratib, har biriga bir rahbar tayinlagani aytiladi. Bu haqida Qur'oni Karimda va kitobda Idrisni esla. Albatta u siddiq va nabiy bo'lgan edi. Biz uni oliy maqomga ko'tardik deyiladi. Qur'onda yana Ismoil, Idris va Zulkifilni esla. Ularning har biri sabr qiluvchilardandir va ularni o'z rahmatimizga kiritdik. Albatta ular solihlardandir. Deyilib, Idris alayhissalom ham sabrli va Allohning rahmatiga erishgan payg'ambar ekani ta'kidlanadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Me'roj kechasida Idris alayhissalomga yuzma-yuz kelganlarida Jabroil alayhissalomdan bu zot kim deb so'raydilar. Jabroil farishta bu Idris payg'ambar, unga salom bering degach, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam salom beradilar. Idris alayhissalom alik olgach, xush keldingiz, solih payg'ambar, solih birodar deb mulozamat va duo qiladilar.